Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'konimizda vibradekalarimiz mavjud. Bugungi video obzorimiz shu vibradekamiz haqida bo'ladi. Sizlarga shu apparatimizni tushuntirib, ichidan nimalari chiqadi, hamma narsasini tushuntirib, tanishtirib o'tib ketamiz. Videoni boshlashdan oldin bitta like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimiz bo'lsa, aytiladigan narxlardan skidkalarini qilib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar, keyingi videolarda o'tkazib yubormaslik uchun. Bu vibradekamiz tashkalarda tekizlashga mo'ljallangan apparatimiz bo'ladi. Rekasining uzunligi 1,5 metr bo'ladi. Motorlari ham juda ham mukammal qilib ishlangan katta motorlardan tokka ishlaydigan variantlaridan bo'ladi. Bemalol akkumulyatorlarga ulab ishlatsalaring bo'laveradi. Mana ko'rishlaring mumkin. Ichidan chiqadigan narsalari o'zini gazlarini legrovka qiladigan bunaqa narsalari chiqadi. Zaryadchiklari chiqadi hamda akkumulyatorlari chiqadi. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyatorlardan bo'ladi. O'zini sumkachalariga akkumulyatorlarini solib bemalol ulab foydalanaverasizlar. Motorlarini ko'rinishi, vibradekamizni ko'rinishi kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, istashkalarimizda tekizlashga mo'ljallangan yangilik apparatlarimizdan bo'ladi. Do'konimiz Qo'qon shahri, Navoiy massif, Malina svetoforini yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Ishlash jarayonlarini video burchagida qoldiryapmiz, ko'rishlaring mumkin. Xuddi shunaqa ko'rinishda sizlarni ham stashkalaringni silliq qilib beraveradi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, buyurtma bersalaring, dastavka xizmatlarimiz ham bor. 12 ta viloyat bo'ylab mutlaqo tekin bo'ladi. Video tagida nomerlarimizni qoldirib qo'yapmiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol buyurtma beraverasizlar, zakaz beraverasizlar. Shunaqa apparatlarimizni izlab yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yaverasizlar. Bizning do'konimizda barcha turdagi kraskalar, emotsiya sepishga mo'ljallangan hamda svarchni apparatlarimiz, beton mishelkalarimizdan ham mavjud. Kelib, bemalol xarid qilaverasizlar. Arzon narxlarda qilib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni poddeshka qilib keladigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga alohida skidka narxlarda chiqarib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yaverasizlar.